Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi obyektga keldik. Xudo xolasa bu yerda отопление sistemani yuvib, koteldan полностью прочистка, teplobменникlarni ham yuvib, ikinci etajimizda to'pli pol bor. To'pli pollarni ham yuvib, ichine distir suv solib, keyin ishga tushirib beramiz. Instrumentlarni ham keldik. Hozir birinchi uchta kotelni suvini dökib, kotelga yuvadigan aparatni qo'shib qo'yamizdan keyin отопление sistemani yuvishga o'tamiz. Yine xullas aziz obunachilar, подключениeni berdik. Kotelni ko'rishingiz mumkin. Kotel ishlab turibdi. Kotelni pultini 45 gradus berib qo'ydim. Yana filtrda yuvib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Hozir endi kotel 1 soat, 1,5 soat shu ahvolda o'zini o'zi yuvib turardi. Kislotani sag'amiz filtrning ichine. Hozir endi gidroimpuls bilan Xudo xolasa radiatorlarni yuvamiz. Ham ikinci etajda bu yerda to'pli pol bor. 10 kontur. Shu 10 kontur to'pli polni ham yuvamiz shu yerda Xudo xolasa. Videomizni kuzatib boring. Hozir videoni izlab o'tib boraman Xudo xolasa. Bu yerda ham bu podachaga ulangan shlanka, bu obratga. Bu suvni podachasi bu. Obratkani bu yerdan uladim. Bu yerdan nasos turibdi. Nasosni olib tashlagandan shu yerdan urdim. Shunda hozir bu yerdan подключение berganda через nasos o'tadi-da, nasosni kletchatkasini zarar yetirmasin deb pastdan подключение berdim. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yangilik, ichine filtr topib qo'ydim. Endi xudo xolasa ves musor filtrda qoladi. Bundan esa kanalizatsiyaga uladik. Videomizni kuzatib boringlar. Tak, yani xullas hozir impulsni qo'shmay просто обычный suvni podachadan, yine podachadan ketib turibdi. Yine obratkadan kelib shlankadan kelib, amandan girib filtrning ichiga ketib turibdi. Hozir endi чистый suv chiqqandan keyin impuls bilan uramiz. Kanalizatsiya bilan qo'yamiz. Tak, xullas obunachilar ko'rishlaringiz mumkin. Hozir filtrni oldim ichidan. Shunday narsalar yapishadi mana. Sistemadan chiqadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunu ham döküp tozalaymiz. Hurmatli obunachilar, hozir to'pli polni yuvib turibmiz. To'pli poldan chiqib turgan narsani ko'rishingiz mumkin. To'pli polni bir vetkasidan chiqib turgan narsa shu. Akıp bak su çıkınca sana hazır işletemiz impulsu.